yordagi tabriklarimizni shu xonadonning eng aziz insonlari bo'lgan, qadr buzrukvorlari bo'lgan Ismoil akamiz shukronlik kunlari bilan davom ettiramiz. Chiroyli bir kayfiyat ila farzandlari nomidan, ya'ni qizlari, kuyovlari, undan tashqari barcha farzandlari, yaqinlari nomlaridan tabriklab, nabiralari nomlaridan tabriklab, undan tashqari yaqinlaridan Mehribon opamiz, Hajjatko opamiz nomlaridan tabriklab xursand qilamiz. Barcha farzandlar. Marhamat, Maryam ayolimizga shu xonadonning eng aziz insoni bo'lgan Ismoil akamizni taklif etamiz. Assalomu alaykum Ismoil aka. Va sizni bugungi chiroyli bir ayyom bilan tabriklash uchun va xursandchilikni birgalikda baham ko'rish uchun tashrif buyurdik. Ayyomlar muborak bo'lsin. Bugungi chiroyli bir ayyom bilan kimlar nomidan tabriklash uchun tashrif buyurgan deb o'ylaysiz? Kimlar nomidan kelgan bo'lishimiz mumkin? Qizlar. Ha, qizlaringizdan kutilsa, ko'p shunaqa yangiliklar qilib turadimi sizlarga? Ha? Tez-tez birinchisimi yoki? Albatta, Ismoil aka, bugungi chiroyli bir ayyom bilan o'zingiz topganingizdek, sizning barcha qizlaringiz, qolaversa, kuyovlaringiz, undan tashqari esa yaqinlaringiz nomidan, undan tashqari esa nabiralaringiz nomidan tabriklash uchun tashrif buyurdik. Tamomiy qarsaklar jamoat. Qilaversin yomonlar. Men otamdan boyman chunki Biz kelishimizdan oldin o'zingiz topganingiz farzandlaringiz bilan, qizlaringiz bilan bir muddat suhbatlashdik, gaplashdik. Ular bilan gaplashganimizda kimni tabriklaymiz bugun, kimni tavallud ayyomlari, kimni shukronlik kunlari desam, qizlaringizdan oldin opam aytdilarki, bugun bizni uyimizning charog'boni. Bugun bizni farzandlarimizni qolaversa mening suyangan tog'. Qolaversa bizni doimo yaxshi yomon ko'zlardan asraguvchi qorxonamiz. Doimo men bilan turmush atalmish eng og'ir yukni yelkasiga opchilab kelayotgan bizni suyanganimiz, bizni dunyodagi eng aziz insonimiz qolaversa meni mehribon umr yo'ldoshini tabriklashga borasiz dedilar. Farzandlaringiz aytishdiki, bugun bizni qolaversa oyijonim aytgandek suyangan tog'imiz, ishonganimiz, duogo'yimiz, kattalarning duolarida biz bo'lgan qadr buzrukvorimiz, otajonimiz, bizni dunyoga almashmaydigan, bizni dunyodagi eng yaxshi dada so'ziga loyiq ko'rgan, dunyodagi eng qimmatli insonimiz dedilar. Ya'ni otajonimizni tabriklashga borasiz dedilar. Otajoningizni qanday so'zlar bilan tabriklaylik, qanday so'zlar bilan muborakbod etaylik desa, qizlaringiz barchasi aytdiki, bizni otajonimizni dunyodagi eng chiroyli so'zlar bilan tabriklaylik opajon. Bizni otajonimizni dunyodagi eng shirin so'zlar bilan tabriklaylik opajon. Chunki bizni ota-onamiz mana barchamiz farzandli bo'lganmiz, oilali bo'lganmiz. Yoshimiz ham asta-sekin ulg'ayib bormoqda. Endi shu yoshgacha kiribmizki, shu otajonimiz bilan onajonlarimizning qo'lida tarbiya topdik. Yemay yedirdilar, kiymay kiydirdilar. Nima bo'lsa faqat bolam, farzandlarim, qizlarim uchun deb yashadilar. O'zlari uchun bir kun ham yashamagan shu otajonim bo'ladilar. Tabassum qilib doimo g'am va g'urbatlarni tabassum bilan yenggan qudratli ota meni otam bo'ladilar. Nimaiki bo'lsa, nafaqat o'zlarini, qolaversa bizni boshimizga qanday kun bo'lmasin, hayotning og'ir, past baland damlarida yonimizda turgan. Yaxshi yomon kunlarda doimo men seni yoningdaman, qizim, farzandlarim deb bizga kuch-quvvat bo'lgan shu qadr bizning borimiz bo'ladilar. Bugun ularga rahmat aytmoqchimiz. Boshimiz yerga tekkuncha ta'zimdamiz. Otajonimizdan hech qachon biz yo'q degan so'zni eshitmaganmiz. Shu uchun ham rahmat aytmoqchimiz. To'g'ri, hammani otasi o'zi uchun aziz, o'zi uchun mehribon deyishadi. Lekin bizning otamizni biz uchun qilgan mehnatlari qimmatbaho. Hech qachon bahosi yo'q. Tengsiz baholaymiz. Halol
mehnatga o'rgatganliklari, halol luqma yedirganliklari, yaxshi yomonni tanitgan ham shu otajonimiz bo'ladilar. Bugun xursand qilmoqchimiz, ko'ngillarni ozgina bo'lsa-da ko'tarmoqchimiz. Chunki bizni doimo biz farzandlarni xursand qilishga harakat qilgan otajonimiz bilan onajonimiz bo'ladilar. Bugun chiroyli kunlari sabab otajonimizga rahmat aytib, chiroyli bir shirinliklarni taqdim etmoqchimiz dedilar. Shirinliklarni qanday so'zlar bilan topshiray desam, qizlaringiz aytdiki, dunyodagi eng shirin xonimlarning nomidan deb topshirasiz dedilar. Dunyoning eng chiroyli va shirin xonimlari nomidan otajonlar uchun shirinliklar, ayollarga bor bo'lsin. Shukronli kunlar muborak bo'lsin. Yana bir bora farzandlar nomidan, yaqinlar nomidan tabriklaymiz, muborak etamiz. Ijozat bersangiz, qizlaringiz yana shu narsani aytishdiki, biz opajon dadajonimizni ko'zlariga qarab, yuzlariga qarab, dadajon sizni yaxshi ko'raman degan so'zni andisha qilib ayta olmaymiz. Shu sabab aytolmagan so'zlarimizni she'r qilib qog'ozlarga tushiryapmiz. Agar ruxsat bersalar, o'sha kunda dadajonim o'qib bering deb iltimos qilganlar, maylimi o'qib bersam? Marhamat. Uçmaganda bu omad qushi, ortganida dardu tashvishim. Boshqalarga tushmadi ishim, faqat sizga suyandim dada. So'zlaringiz zidda qiladi yod, g'amlari kelsa qilmadim faryod. Ey borligi davlat bo'lgan zot, faqat sizga suyandim dada. Ishonganim, maslahatdoshim, siz borisizki egilmas boshim. Bolamanmi, kattami yoshim, faqat sizga suyandim dada. Yodimda siz zarra kamim yo'q, armon bilan o'tgan damim yo'q. Davringizda mendan zo'ri yo'q. Faqat sizga suyandik dada. Faqat sizga, faqat o'zingizga ham suyanib ishondik dadajon, dadam dedilarda. Bugungi ayyom bilan barcha qizlaringiz chin muboraklar. Sizlarga yana bir bora ayyomlar muborak bo'lsin. Farzandlaringiz nomidan, birinchi navbatda opajonim nomidan chindan muborak etamiz. Yaxshi kunlaringiz barkamol bo'lsin. Qizlaringiz mana shunday o'g'illar o'rnida o'g'ildek yoningizda turishibdi. Albatta umrlari uzoq bo'lsin. Doimo rohat farog'atlarini ko'rib, yaxshi kunlarda bosh bo'lib, doimo yaxshi kunlarda bizni ham chetga qoldirmasdan mana shunday chiroyli kunlarni taklif qilib, birgalikda baham ko'rish nasib etsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Yaqinlar ardog'i, farzandlar ardog'i hech qachon hayotingizni tark etmasin. Endi mikrofonni o'zingizga uzataman. Ismoil aka, sizni ham farzandlaringizga nimaiki niyatlaringiz bo'lsa, yaxshi so'zlaringiz bo'lsa, marhamat. Albatta, tabriklamoqchi bo'lganlar bormi? Dadajonim, bizlar sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Baxtimizga hamisha sog' salomat bo'ling. Hamisha orqamizdagi suyangan tog'imiz bo'ling. Bizlar sizni yaxshi ko'ramiz. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Sizlarga qarang. Juda qiyinchilik ko'rdilaringiz, endi rohatimizni ham ko'rib yuringizlar. Hamisha sog' salomat, ayam bilan qo'shaqarib. Sog' salomat, juda yaxshi ko'raman. Sizlarga hamma narsa berdi. Sizlarga katta rahmat ayam bilan. Baxtimizga sog' salomat beringizlar. Hamisha oldimizda. Sizni juda ham yaxshi ko'raman.
днем твоего рождения. Дачи достали. Сак саламат огина. Балларым başına. Yeznelerin, kızlarımın, nevelerin başına. Сак саламат огина. Дай Бог тебе счастья, здоровья и много денег. Аминь. Я от себя лично, от нашей семьи, от вашего единственного братишки поздравляю вас. Самое главное в этой жизни – это здоровье. Ничто не сравнится, если у человека нет здоровья, то ему ничего не нужно. Дай Бог, чтобы вы жили здоровым, на радость своим детям, внукам, дай Бог, правнукам. Ваши девочки молодцы, слов нет. Это неожиданный сюрприз не только для вас, для всех. Да, и для гостей, которые здесь сегодня. Им большое спасибо за то, что они так любят вас, ценят, уважают. Дай Бог, чтобы вот эта любовь была неиссякаемой. Спасибо. И, семейное счастье. Yaqinlarda farzandlarni kollejga tashrif buyurgan barcha yaqinlaringizni tilaklari mustajob bo'lishini Alloh taolodan so'ragan holatda Ismoil aka endi yaqinlaringiz bilan, qizlaringiz bilan, oila a'zolaringiz bilan birgalikda galma-gal suratlarga olamiz. So'ngra esa ruxsat bersalaringiz chiroyli sho'x-sho'x qo'shiqlar bilan davramizni davom ettiramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.